Assalomu alaykum hammalaringizga, hurmatli Metal Planet kompaniyasi mijozlari. Bugun biz Vokzal Ikarda joylashgan Yuksalish Group kompaniyasining mebel fabrikasiga olgan ventilyatsiya ishlarimizni qisqacha obzor bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Bu ko'rib turgan pomesheniyamiz katta ishchi zonasi hisoblanadi. Bu yerga bizlarning qilib bergan ishlarimizni ko'rishlaringiz mumkin. Ofisi bu pomesheniyamizga bizlar ikki qator ventilyatsiya kanallarini tortib berdik. Birinchi kirish zonamizda plitog, ya'ni tashqaridan svejiy vozdux liniyasini tortib, uni 12 vreska orqali teng taqsimlab qo'ydik. Shu liniyamizda parallel tomonidan tortilgan avtob liniyasi, ya'ni yomon chang harfi hidlarni tortib tashqariga olib chiqqan biz bu xuddi shunaqa 12 vreska orqali chang va yomon hidlarni tashqariga olib chiqib qo'ydik. Kraska sepish xonasiga ventilyatsiya ishini qilib berdik. Bu liniyamizni yerdan 40 sm balandlikka tortib nimaga degan savolga kraskadan chiqqan yomon chang va hidlarni tez, oson va qulay tortib berishi uchun. Bu pomesheniyamiz chukurkaxona deb ataladi. Bu yerga bizlarning qilib bergan ishlarimiz. Sizga ham shunaqangi ventilyatsiya ishlari kerak bo'lsa, bemalol Metal Planetga murojaat qilishlaringiz mumkin.